Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimizin keyirinde devam kılımız. Musannif deydi hem de. وَمَا يَلِ الْمُضَافَ يَأْتِي خَلَفًا عَنْهُ فِي الْإِعْرَابِ إِذَا مَا حُذِفَ وربما جر اللزب كما وربما جر اللزب قو- وربما جر الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدم لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف ويحذف الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل بشرط عطف أو إضافة إلى مثل الذي له أضفت الأول فصل مضاف شبه فعل ما نسب مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعب فصل يمين واضطرارا وجدا بأجنبي أو بنعت أو نداء. Hoş. Emdi mudapka yandaşkan nese, yani mudapın ne demek ki de mudapka yandaşkan nese ama yeli diyen bir nesi ki vela yelidin. Yanlış şu nesi muzapka da gerekiyor. Muzapın yanlış bir nese o nim yanlış muzapka mudapın ne? Kelido bu mudapkı yanlış kelgen nesi o mudaptın İrabda urun basarıp keledi. Kaçan o mudapni az kılgan çağda. Mudapni az kılgan çağda o mudapilneyinin irabini aş mahzup boğan mudapnin ki irabini nimige e, mahzup boğan mudapilneyinin irabine kandak kılın mudapnin irabine mudapilney birlido. Yani mudap yanlış peki neyse. Mudapilney demek. Keledo ay mudapınlay basar bulup ay mudaptın irapta. Kaçan az konsa aş muzaptı. Muzaptı evet kançakda az kançakda mudapınlayının üzge mudaptın iraptın biriledo deydi. Kanda degende mesela ayet kerim kegendek ve uşribu fi kulubihimul ijle bi küprihim degen koşuş. İşçirildi o Yahudlağa, ulanın dillerine Nimin çürüldü degende yani mozoyunu degende ularning kufruğalık sebep bilen mozoyunu çürüldü. Yani ay icle degende ay hubbel icli mozoyunun söygüsü içirildi demekçi deydi. Ay hub degen mudap mahzup oldu bana. Meyde bu nime el icle mudapilley may hub degen mudaptın çok halap bop urun basarıp geldi. Muşu nimine hazb qanchaqda muşu hub degan mudofni hazb qilgan chaqda mudof mahzub bo'lgan bu mudofning i'robini mudofin legimi bagan o'rinbosar kelgan mudofin lega deydi. Yani ve ushribu fi qulubihim al-ajla bi kufrihim yani ay taqdir nimite hubbal ijli mundaq deydi. Yani hub ne hazb qilindi mudofni bunun orunda ayj mudafınlay keldi. Bunun irabını ço ijlik baduk. Şun fi kulubihimul ijla dedik. Yine ve caa rabbuka degendek. Aslı ve caa emru rabbike. Keldi sen Rabbinin fermanı. Degendek. Böyle emir degen mudaf mahzup oldu. Bunun yanlış gelgen muzafın ileyki Rab ne oldu? Bu emrdin hilafet oldu. Orunbasar olup geldi. İrab'da. Muşundak muşu muzapne az bulgan çağda kandak kıgen diyende bunun bu nimbuludu o mudap mudaplay o mudaptın İrabçı hilaf olup geliyordu. Yani orunbasar olup geliyordu deydi. Demek mudapın irabı mahsubuğa mudapın irabı birli do deydi. Ve ca'a rabbuke takdiri ve ca'a emru rabbike demekçi deydi.
Hoş. وربما جر الذي وربما جر الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدم. Ve bazı vakitte jar kıldı o nahyu ulamaları andah bir narsani kaldırıp koydu olar. Mudapni hazf kılıp mudapni kaldırıp koygan. Kema kad kana qabla hazfi ma taqaddama. Ay ilgiri ay hazır ötken ilgiri olgan narsaning hazfdan kema kema kad kana qandaki bo'lganti bu. Kema kana kad kana xuddi kema qatgan ash bundan burun qanday qilgan bo'lsa shu petlab qilam u mudofun ilayga mudofning irobini bermay o'z peti qoldirib qo'y deydi ba'zi vaqtda jar qildi ular anda bir narsaniki qoldirib qo'ydi yana qoldirgan endi mudofni hazil qilib o'tib mudofini qoldirib qo'ygandi ay qoldirib qo'ygan mudofni ilayni o'z peti yani jar qildi deydi endi demak mahzub bo'lgan mudofning irobini bermidi demakchi kama qatgan qandak bundan burun bo'lgan o'xshash o'z peti qoldi kama qad kana qabla hazb hazbdan burun qandaki irobi majrur bo'lgan bo'lsa shu peti qoldi deydi. Lekin bunun şartı var deydi. Lekin bunun şartı var. Qandaqsa lakin bi şarti en yekuna ma huzib mumasilen lima alayhi qad utif. Lekin bu bunda xulus şartı bu jarni muzafını ileyni mahzub bo'lgan muzafning o'rnida irobni bermay ashbeti jarpet qoldirish. Bunun şartı nima deganda bunun şartı shuniki bo'lg'ay bu az qilingan narsa uni o'sha etib qilingan narsa uchun o'xshashgan bo'lsa bo'ladi. Mush shartlan deydi. Ya'ni demakchi mudab mahzub bo'ladi. Muzab bilan majrur holat qilib qoldi. Qandaqki shu mudab zikr qilingan chog'da mudab bilan majrur bo'ladi asl altida. Asl altidagi mudab bilan majrur qilib qoladi. Lekin uni shart emas, mahzub bo'lgan narsa o'xshuvchi o'g'ay. Nemiga desa, ini atib qilingan narsaga. Masalan, shoirning bir so'zi bor ekanda, "Akullam ri'in tahsabina imra'a wa narin tawaqqadu bil-layli nara" deb. Akullam ri'in tahsabina imra'a wa narin tawaqqadu bil-layli nara deb. Siz har qanday akishni o'zini tahsabina imra'a har qanday akishni o'zini siz er deb o'ylamsiz, shunday chog'lamsiz va har qanday o'tniki yiqiladi, yanadi bu o't kechida o't deb bundaq o'ylamsiz. Demakchi o'g'lida buningda mana shu akullamri'in tahsabina imra'a va narin asli va kulla narin demakchi. Kul degan mudab hazf qilinib ketdi. Hazf qilindi, ammo buningda bu mudobning o'rnida kelgandiki bu narin mudobning irobini berish lozim aslida. Yuqori qaytib chiqqan. Lekin bundaq bermadi. Bu yerda bu mudoblar ashpetin majrur o'z holida qoldi. Buni xalaq bo'lib kelgan bo'lsa-mu va kulla narin deb kelgan bo'lsa-mu bu nima bo'lmadi? Buning irob berilmadi. Majrur mudofilar majrur petil qilib qoldi. Bu qanday deganda bu yerda lekin bu shart nimasi mahdub, bu sherdagi mahdub bo'lgan narsaki kul o'xshashgan bo'lg'ay. Uning atib qilingan narsaga qarab baqsa va kulla narin va kul avval kulga o'xshaydi. Kullam ri'in tahsabina ra'a va narin tawaqqadu bil-layli nara dedik. Yani va narin taqdiri va kulla narin. Bu şu kul kullemreyindeki kulga o'xshashdi buni. Uni aytib qilgan narsasi labzan va ma'nan o'xshashdi. Bu o'xshagan chog'larda
Muş o'xshash mahzub inaga atqilgan narsaga o'xshash sharti bilan qanday qilindi deganda bu mudofini ilay o'z peti majrur holat qilib qoladi. Hargiz mudofning o'rnida garchi niyobatan kelgan bo'lsa-mu, uning i'robini berilmaydi deydi. Shartimiz shu deydi. Ekullemri'in tahsabine imra'a. Her kandak kişini siz deb hesaplamsiz. Ve her kandak ot nemine. Ve kulle narin dedik. Tevakkadu aslisi tetevakkadu demek de tetefa'alu. İşkita bil muzarinin beşiği çıkıp kalsa tenezzalul melaiketu ve ruh asıl tetenezzalul melaiketu ve ruh diyendek İşkitanın birisine hazır kılış bağını. Keçi diye kallı otun hemsiz ot demsiz. Undaq iş yo'q. Ko'ngilli aytishning hamma siz erdemsiz, undaq ish yo'q demakchi de. Malanda shu narinda majrur mudof ilay yana majrur holati qilib qoldi garchi kuldan niyobatan kelgan bo'lsin. Buni i'robidan hech qanday birilmadi deydi. Xo'sh, ويحذف الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل deydi. Endi bu ikkinchisini hazf qilinadi. Yani mudofini ilayhini hazf qilinadi degan chiqdi bundan. Va qoldirildi mudofni o'z holatiga o'xshash qoldirildi. Yani mudof o'z holati qoladi, mudofin ilay mahzuf bo'ladi. Mudaf bilan mahzub bo'ladi, mudaf o'z holatiga o'xshash bo'ladi. Agar u muzaf bilan bo'lgan bo'lsa, masalan, uning tanvini hazf qilindi. Mudaf bilan mahzub ana. Hargiz men mudaf bilan mahzub bo'lgandan keyin, ammo izofat emasga o'xshaydi deb, buni tanvinni arvadigan ish yo'q. Tanvin qanday qilindi deganda tanvin hazf qilindi. Xuddi mudofga o'xshashlarni, ma'nodan tanvinni hazf qilmay qoldirib qo'yganligimiz, ammo izofat borkan asli bu mudof. Nima ekan bu? Bu mudof bilan mahzubkan degandan bishar tug'an bo'ladi asli, belgisi tug'an bo'ladi. Masalan, qanday deganda qata'allohu yada va rajula man qala hadab. His tashvasun Alloh subhanahu va taolo u gapni, u pitni pasat ig'voni degan kishining putqulni kesib tashlasin yoki u narsani o'g'irlagan kishining putqulni kesib olsin demdik. Masalan, qata'allohu yada va rijla man qalaha. Taqdir bilgan bo'ldi desa, qata'allohu yada man qalaha va rijla man qalaha deb. Bu yerda mana yada mudab. Yad mudab bo'ldi. Man qalaha bu cümle bu mudafnley oldu. Bu mudafnley mahzup oldu buna. Bu şuna mudafnley mahzup oldu. Kata Allahu yada men qalaha te aslida. Yad mudaf men qalaha mudafnley. Mudafnley yazıp olundu. Bu mudofillay mushadan mahzub ekanligini niyat qilgan bo'lg'ach buning tanvini ham mahzub qilindi. Qatallohu yadan deyilmizda. Yada va rijla man qalaha deb. Xuddi mushun tida yadaning ostida man qala degan mudofillay ba'da holatda tanvindan xoli keltirildi. Demak, bu qanday bo'ladi deganda mana ikkinchisi hazb qilindi. Avvalgisini o'z holatiga o'z holati bo'yicha o'z holatiga o'xshash qoldirildi. Qachon uningga ulinib kelib qolsa, iza bihi yattasilu. Qachon inangacho bu ikkinchisi uningga bir ikkinchisi ulinib kelsa, yana mana ikkinchi bir jumla uni ulinib kelsa deydi. Buning mana sharti bor yana. O shart nima desa, بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضبط الأول. Bunun şartı atf şartı. Mana da kata Allahu yada kata Allahu yada ve ricle men kâle hadaluk. Yad ricle.
Mana varijla man qalaha. Bunu da at qildik. Varijla man qalaha ma'tub. Yada man qalaha ma'tubna lay asli man qalaha başında. Rijlini yadga at qildik. Mana at bilan shart bilan. Yakçu uningga avvalda izofat siz uni izofat qilgan narsani o'qishiga izof qilganlik sabab bilan deydi. Shu shart bilan. Mesela e, yoki atbining shart bilan va uning o'qishichi siz uni avvalda izof qilgan narsaning o'qishiga izof qilish shart bilan deydi. Qanday deganda masalan saqal ardinal g'aysu sahla va huznaha debdi. Saqal ardinal g'aysu sahla va huznaha. Buning da qanday qilindi deganda mudofinlay haz qilindi. Sahla hadika hani zemir haz qilindi. Mudop o'z peti qilib qoldiki, sahla o'z peti qilib qoldi. Nima uchun deganda avvalqiga siz izof qilgan narsani o'qishga izof qilgan jahtidan. Atf shartlan va izofat shartlan. Masalan, buning uchun deganda saqal ardinal g'aysu sahlaha va huznaha demakchi asl deydi. Ben mushu uningga atf qilgan narsaga va huzni ne sahliga atf qilgan tuq. Ash huzniga izof qilgan narsani o'qish atf qilindiki, bu sahliga ha izof qilingan. Yani ma suratning o'zicha bu qanday qiladi deganda bu mudofilay hazf qilinib mudof o'z holati qilib qoladi. Bu tanvinsiz o'qiladi. Sahla va huzna deb ana xuddi mudofilay badek tanvinsiz o'qiladi deydi. Buning izofat mashadiki manviy bo'ladi. Mudofilay niyat qilingan bo'ladi. Yani ma suratning o'zicha yana qanday qiladi? Buning mudof bilan mahzub bo'lib, mudof o'z holati qilib qoladi deydi. Xo'sh. Fasla mudofin shibhi fi'lin ma nasab maf'ulan aw darban ajiz va lam yu'ab. Endi durust qilgin. Nimani deganda bir narsaniki nasb qildi narsa. Durust qilgin bir nimani bir mudofniki bir fe'lninki o'qishi. Fe'lning o'qishi, shibhi fe'lning o'qishiga nima? Masdar, ism fa'il, ism maf'uldan iborat. Masalan, sifat mushabba degan iborat. Durust qilgan bilgan bir fe'lning shibhisiniki mudofning paslisini durust qilgan. Shibhi fe'lga izof qilingan narsaning paslisini durust qilgan. Qachoniki u nasb qilgan bo'lsa, maf'ulni yoki zarf nasb qilgan bo'lsa deydi. ولم يعب وأصل بيت قائد. Ee, Mesela bunu da demekçi hem de mudafın leylen mudaf aralığını çoğu ihtiyari normal halda musannif bu ikisinin arasını çoğu paslı kılışın dürüst kılı deydi de. Nimelense onu kalkın mudaf nesbkan nesle bilen. O mudaf mesela meyli mepolun bih olsun, meyl darp olsun, meyl onun okşu olsun. Mudaf nesbkan nesinin üzülen mudaf bilan mudoflarning orasini tasdiq qilishni durust qildi musannif deydi. Masalan qanday deganda u mudof va mudoflarning orasini mudofniki maf'ul bilan tasdiq qilganning misoli oyat karimda kelgandek
وكذلك بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم وشنو غشش نايت وشنو غشش تقول o butperestler özünki butlarga ilki ziraat ve onun başka çok koy çarpay o bu töge bir neslin üzerine öz xalagan taksim qilishning o'ziga nisbatan güzel bo'lganga o'xshash güzel ko'rsatdi va kazalika degan ashyo hamda muzoflar ashyo hamda mushabbah o'xshatilgan narsa o'shanga o'xshash degani nima o'xshash deganda shu butparastlar o'ziniki mevchi va zab ziroat va charpay u bo'larning o'zini o'z xohlagan bo'yicha taqsim qilishning o'zi chiroyli ko'rsatganga o'xshash o'zing shunga to'g'ri deb o'zicha shuni qanoat tepib shuni o'zini go'zal ko'rsatganga o'xshash chiroyli ko'rsatdi mushriklarning ko'pinchisini o'zlarining bolvoqlarini o'ltirib o'tishni ularning sheriklari go'zal ko'rsatdi dedi. Ammo yerda ibn Amirning qiroatida avladahum shurakauhum deb mundaq deb avladahum shurakaihim deb mundaq o'qilgan ekan. Mushu ibn Amirning qiroatida masalan qatla avladahum shurakaihim deb ibn Amirning qiroatiga borgan chaqda va kazalika zayyana likasir minal mushrikina qatla avladahum shurakaihim mındaq ma ibn Amirdan bu qiroatida maniq bo'lgan chog'da cho'q qanday bo'ldi desa mayada qatlgan mudob bo'ldi shurakaihim mudobnilay bo'ldi mudob bilan mudobni ilayning orlig'ini cho bu nim bilan mudobning bir maf'uli bilanki avlod bilan pasi qilinib ketib qoldi avladahum deb oyatda avladihim ama İbn Amr'ın kıraati avladahum bunda yaptı. Aşk kişinin kıraatinin uzun alsak mesela katlı mudab şurakaihim mudab ne yoğun. Bu yerde bu mudab bilen katlen şurakaihimnin arlığını çoğu mudab bilen mudabneyinin arlığını mudabның mef'ulun bisilenki yani avladlen avladahum bilen fasıl kılıp gitti. Mındaq fasılımı qılıp gittiğe işim bu qaladı deydi. Yani durus qilgan nemene dese bir şibi mudabning ki şibhi mudab ne? Şibi mudabdan qaysi isim fa'il, isim maf'ul ve sıfatı müşebbeh ibaret. Durus qilgan bir nemene bir mudabning ki mudabni fasl qilishni Keyifçi o'xshash shibi mudobdan shibi mudobdan bir fe'lninki shibisininki shibi fe'l deganlikni o'zi masdar simpoil ism maf'ul mushabbadan iborat degan tufayli durust qilgan bu shibi fe'lninki mudobni fasl qilishni durust qilgan qachoniki u maf'ulni zavar qilgan bo'lsa yoki bir zarfnicho zavar qilgan bo'lsa bu mudob bilan mudobilnayning orasincho paslik qilishni durust qilgan deydi. Yana undan boshqa masalan mavg'anda maf'ulni nasb qilgan. Mayadiki mav shibipil maf'ulni nasb qilgan vaqti. Qachoniki nasb qilsa maf'ul nasb qilsa dedik. قتل أولادهم نما وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم أما آية كريمة بو أما ابن عمرو قرايdı da قتل أولادهم شركائهم deyilgen. Ama onun bu mastar katilgen mastar özünün nimisine ma'mulini zarb zavar kıldı katla evladahum deb. Muşundan paslı kılındı. Bu paslının uzun durusqın. Gap biraz gişmaş. Durusqın şibi mudapның ki yani şibi pilinin ki mudapının paslını durusqın. Şibi pil degelikten el degендek mastar müşebbe simpal ismapol.
Muşun mudafini pasl qilgin. Qachoniki bu shu shibipil maf'ulni zavarqan bo'lsa yoki bir zartni zavarqan bo'lsa deydi. Mayli shibipil qaysi esa masdar qatla avladihim av avladahum shurakaihim ibn Abrni qiraydi bo'lgan chog'da. Manba o'zim maf'ulni cho nasb qildi. Shu vaqtimizda mudof bilan mudofilning orlig'ining paslisini cho durust qilgan deydi. Qachon bo'lmaydi maf'ulni nasb qilsa. Xo'sh, bu oyat karimdagi u maf'ul nasb qilgan. Endi undan boshqa darb bilan darb bilan nima qilmoqchi mudof va mudofilayning orlig'ini paslik qilayotganlikning misoli qaysi esa? Uning misoli masalan tarku yawman nafsika va havaha sa'yun laha fi radaha degan bunday bir gap ekanda. Tarku yawman. Tark mudof. Nafsika mudofun ilay. Bu ve tark degan masdar yawman degan zarbni nasb qildi. Bu mudof bilan mudofning orasiga mendaq nasb minib qanchaqdichu mushundaq bir zarbni nasb qilgan chaqda mushu nima shibipilki tark degan masdar zarbni nasb qilganda yawman degan zarb zaman bo'ldi-da muhaddad. Buni qandaq qilgan mudof bilan va mudofning ilayning orlig'ining paslini durust qilgan shibipil qachoniki maf'ul yoki darb nasb qilsa deydi. Xo'sh. Velem yu'ab ve eyip sanılmaydı. Nemine velem yu'ab. Faslu yeminin ve ızdıraren vücida bi ecnebiyyin ev bina'tin ev nida. Eyip sanılmaydı. Bir qasamni pasl qilishdi. Eyip sanılmaydı o qasamni pasl qilishni hech qanday eyib burilmaydi. Masalan, demakchi buni musannif bina ixtiyoriy holatda mudof bilan mudofilning orasini hazf qilishni pasl qilishni durust sanadi deydi. Nim bilan desa ayblanmaydi qasamni pasl qilishni. Masalan qasamni pasl qilishni ham ayb sanalmaydi. Buning misoli masalan haza g'ulamu vallohi zaydin mana deyilibdi-da. Haza g'ulamu zaydin aslida qilish kerakdi. Ammo buning uchun bundan kelibdi. Bu pasli ham ixtiyoriy holatda qasam bilan normal ixtiyoriy holatda ham pasli kelib qolibdi. Buni Imom Kasai mayda bayon qilibdi. Durust deb. Haza g'ulamu vallahi zaydin deb g'ulam mudof zayd mudofni aytib bu ikkisining orasida vallahi degan qasam bilan pasli qilinib ketib qolibdi. Bunda bo'lib qolib qolsa bunimi aybga burilmaydi deydi. Vaztiroran vujida. Agar bir majburiyatdan jahdidan bo'lib bo'lgan bo'lsa, majburiyatdan jahdidan va ayblanmaydi qasamni pasl qilishni. Va bir iztirordan jahdinki nima tepilib qoldi bu iztiror. Mush vaqtda bu qasamni chu ajnabiy bilan pasl qilish ayb sanalmaydi deydi. Yot bir kelimlar bilan, uning aloqasi bo'lmagan bir kelimlar bilan agar shunday bir iztiror tepilib qolganda bu qasamni pasl qilish ham bo'ladi, ayb sanalmaydi demoqchi deydi. Xuddi haza g'ulamu vallahi zaydin degandek. G'ulamu zaydin bilan bu mudofni aytdi. Vallahi hech qanday bir nimasi yo'q deydi, aloqasi yo'q.
bir yat bir kelime yat demani arlıqda mudap ileyni arsa kiriş hiç qanday mahal yo'q deb. Ama buni o'zi kirib oldi. Bu gapdan chuqur chiqitish uchun ayda bir ta'kidlash uchun iztirar najatidan bu qop qolsa ajnabiy bir kelimlar bilan bu qasamni agar pasl qilinib qolib qolsa nimani mudoflar orlig'ini qasam bilan pasl qilinib ketib qolib qolsa zurratning jahdidan o mayli deydi. Yoki na'tlan pasl qilinib qolibdi. Ajnabiy bir kelima bilan pasl qilinib qolibdi. Haza gulamu vallahi zaydning kelimat vallah bir yerda onun alakası yok demişti de mudaflar arasında. Ya ki nida bilen kılıp kaptı mesela ev bina'tin ha na'tlen mesela onda pasıl kılıp kaptı. Mesela kandak diyende kema khuttal kitabu bi keppi yevmen yahudiyin. كما خط الكتاب بكف يوما يهودي يقارب أو يزيل diyendek. Kandaki yazılıp da o kitap ne? Yahudinin kullan demekçi de. Bikeppi yevmen. Bir günü Yahudinin kullan yazılgan kitap okşaş deyilip kapmanada. Bana keppi mudab Yahudi mudab ne oldu da. Bu yevm bununla çok kandak kılındı degende bu bir ecnebi bir kelime. Mesela yevm hiç qanday kepka yoki Yahudiga aloqasi yo'q. Bu mudop bilan mudofning oralig'ini shu mushnaq nim qilyapti, fasl qilyapti. Ajnabiy kelimalar mandaqim durust iztirorning jahdida deydi. Chunki buni ajnabiy deb sifatlashi bu yerdagi yevmni bu nima deganda chunki bu kep degan bu bu xuttiningki xutta degan kelimaning ma'muli. Demek bu niminki yavmның hech qanday aloqasi yo'q. Bunday ajnabiy bir kelimalar bilan mudoflarning orlig'ini uzuncha pasl qilish durust edi. Endi na'tini o'g'ana misoli. Au bina'tin dedi. Yoki na'tilan mudoflarning orsincha iztiror tepilib qolganlarda pasl qilish ayiblanmaydi degan. Na'tlan bug'uni qaysi desa masalan, nimdapti? نجوت وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالبي دبت قطلب قلدم من وچقم وقد بل بل ديال الهنزة مثلا او القي خانغم ملده مرادي مرادي ديال الهنزة القي علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتله كم هو Abdurrahman ibn Muljim degan tegi Yamanlik bir Yahudi endi bu. Ee, bu Maradi degan shu Yamandan bo'lgan bir qabilning ismi ekanda. Bu Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhuning qotili bu Maradi degan. Qutulib qoldim men va cho'qim qonig'im milingan milidi Maradi yani Abdurrahman ibn Muljim o'zining qilichini kim desa min ibn Abi Shaykhil Abatihi Talibin. Abdah Batha Quraysh degan gap bor Azziya bilan Ummul Qura aralığında bir yana o'zim Batha Quraysh deb tuzlanlikni. Abatih degan shu yana Makkaning shayxi. Abu Talibning demakchida endi. O'g'lininki Abi Abatihning shayxininki o'g'ilninki o'g'ildan o'zining qilichini qong'im milidi bu deydi. Kim? Bu Maradi. Kimdi o dese o oğlu olsun mu talipti. Mesela bu ne doğana misal bana. Bunun da kandak oldu degende İbn bilen talipten ayrılgın ço Ebi Şeyhil Abatihi ile madak fasıl kılvattı demek. Asli min İbni Ebi Talibin
Şeyh el-Ebatihi. Manda kılış gerekteydi. Min ibnin Ebi Talibin Şeyh el-Ebatihi deb. Bu muşunda mana ibn gen nim bilen mevsup talip bunu sıfat desek bu nim bilen ço bu bir xil na'tilen qanda qilindi özren min ibni abi ibn mudab talib mudab ne degende muş abi şeyh abatihi degan bu sıfat bilen mevsup bilen sıfatning aralığını özren muzab bilen muzablayning aralığını muşu abi şeyh abatihi degan muş kelim bilen ço bu sıfat bilen paslik qilindi deydi. Mundaq demakchi sifat bilan paslik qilinsin bo'ladi, iztirorning jahdidan deydi. Asl taqdiri bu min ibn Abi Shaykhul Abatihi talibi deganda taqdiri nima deganda min ibn Abi Talibin Shaykhul Abatihi deyish kerak deydi. Buningda mudob bilan mudobning orasini ibn Abi bilan Talibning orasiga kirib oldi bu Shaykhul Abatih degan kelima. Bundoq bo'lib qoladi deydi. Uningdan boshqa nida bilanmi paslik qilinib qolib qolsa, bir siqilish, siqinti, bir iztirob tepilib qolib qolsa, nida bilanmi paslik qilinsa, bu mudob bilan mudobning oralig'ini bumi eyibga burilmaydi deydi. Masalan, qandoq deganda, masalan, nida bilan bo'lgani وفاق كعب بجير منقذ لك من تأجيل تهلكة والخلد في سقر دبت ده وفاق وفاق كعب بجير بجير'ninki tepişi ey Ka'b demek işte manada. Bana Ka'b degani ya Ka'b demek işte ama Ka'b munada. Bu bir gumrah kuzen geldimken de bu cehir yeniden bir hidayet tapkan toğru oldu ki adım iken. Bu cehirninki vipaki sanmış haqni udullaştırışı ey Ka'b. Seni kutkazgıcı nimeden aldırıp kelirgan tehluket min tacili tehluketin dünya ve ahiretlik tehlikeden kutuluğusunu Wal xuldi pi saqar va saqar degan davzaqda mangu qilib qilishdan seni qutqazguchi debdi. Mana ma'nodachu vipoq mudof. Bu jayrin mudofun ilay. Bu mudof bilan mudofun ilayning oralig'ini Ka'b degan munoda bilan hazb fasil qilindi. Shun Ka'bu bo'ldi bir ism mufrad munoda bo'lsa dam mabni qilindi ya rajulu ya Muhammadu degandek. Ya tanimsiz o'qildi Ka'bni. Yani ya Ka'bu demekçi deydi. Nida bilan pasli qilindi. Nimani mudob bilan mudobillayning oralig'ini. Bu taxmin muayyan bo'lsin uchun, mushaxxas bo'lsin uchun bu Ka'ba. Har kim emas, mush Ka'biga bu da'vat. Bu bu jayrninki bu nasihatining faqat Ka'ba degan kishiga muayyan bo'lganligini taxim ro'shanlashtirishdan iborat mushu iztirorning jahdidan qanday qilindi mudob bilan mudoblayning oralig'ini bu nido bilan bu kabni iborat yani bu munada demekçi de harf nida mahzup bo'lgani ya kabu demekçi kab munada ammo shu munada kelimasi bilan bu ikkisining oralig'ini qanday qilindi mudob bilan mudoblayning oralig'ini fasil qilindi. Fasil qilishni qanday qilinmadi? Eyib sanalmadi deydi. Bugünkü dersimiz inşallah maşınlan kifayenimiz devamını inşallah. Evet el mudabu ila ya il mutekellimi degan bu babga ötümüz Allah inşallah muvaffak olsa ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.